Assalomu alaykum, Metal Stroyda YouTube TV kuzatuvchilari. Bugun biz Uchko'prikdagi bir chekara bo'lsa ham joyda shuni ajoyib turistik uchastka solishibdi. Mana men Metal Stroyda menejerlardan biri To'lqinjon aka bilan kelib, tomosha qilib, ko'zingiz to'ymayapti. Obyektni zo'rligiga, chiroyligiga. Xuddi amerikanskiy vidalarga kelib qolganga o'xshaysiz. Hozir xususiyatlarini To'lqinjon aka bilan gaplashamiz. O'ylaymizki, sizlarga ham bu video foydali bo'ladi. Albatta videoga like bosing, bizni qo'llab-quvvatlash uchun kommentariyalarda fikrlaringizni yozib turinglar. Hammaga rahmat. To'lqinjon aka, birinchi meni e'tiborimni tortgan narsa rangida. Bilamiz, chili pizza ilgari yaqingacha qanaqa rang moda edi aka bizda? Oldinlari shu bardoviy, zangor edi. Hozir bu mokri 70-20 motor, mana shu sveti juda chiroyli chiqqan. 2 yildan buyon trendda. Trenddan tushgan yo'q. Bo'lib ham bu hozir Farg'ona viloyatida faqat bizda bor. Bizda bor. Bizda bor xolos. Chili pizza. Boshqa joylarda ko'pchilik biladi, buni YouTube'dagilar ham biladi. Namangonda bo'lardi. Bu bizda ham bor. Biznikini ham sifatini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Materiallari boshqacha chiqqan, matoviy, qoliplarni aytmaysizmi? Oxirgisi. Oxirgi narsa. Ayniqsa buni tepasida ko'rib turgan mana bu 5 tali burchugi bor-ku. Karnizlari. Buni biz apparatimiz qiladi. Bu apparat shu 120 ming dollarlik. Hozir Instagram trenddagi biz apparatimiz oxiriga videomizda qo'yganmiz. Ruchnoy chiqarib berolmaydi buni. Buni oddiy ustalar yoki oddiy sexlar bu narsani yasab berolmaydi. Bu Metal Stroyda bor xolos hozirda. Menga yana bitta yoqqan tomoni uyda ko'ryapsiz, to'rt sotix bo'lsa ham panoramli, ixcham panoramli qilib dizayn qilishganda tom raza panoramaga mos tushibdi. Zo'r tushgan. Aytmoqchi bo'lganim, demak shuna panorama yo'q turganlar bo'lsa, shunaqangi chili pizza deymiz, nima deymiz? Chili pizza. Shunaqangi chili pizza qildirsa, juda ham zo'r turar ekan. Endi bu chili pizzani o'ziga shunday moslangan, mana tunuka fonini qarang, patolog. Tunuka fonlarini ham o'sha qilingan, umuman chokib ko'rinmaydigan, bu ham o'zimizning Metal Stroyda mahsulot. Buni ham maromiga yetkazib qiladigan ustakalarimiz ham qo'llarida dard ko'rmasin, mana shu chiroyli chiqibdi. O'ylaganimizdan ham ziyoda chiqibdi. Juda. Mana ko'rib ko'zimiz to'ymayapti. Hali masalan uy bitgani yo'q akalar. Uy bitib, fasad qismi bitsa, pollari bitsa, bilmadim qanaqa bo'ladi. Bitsa yana kelamiz aka. Xudo xolasa. Bitsa yana video qilamiz. Biz hozir tomda o'zini avzoriga keldi shunchalik. Bu necha kvadrat ketdi bu yerga? Xo'p, tomimizga o'sha Rossiya Magnitogorskiy, o'sha Matovisidan 660 kvadrat berdik. Akamlarga, keyin tayinli tunuka fonlariga 160 kvadrat tunuka fon ketdi. Bundan tashqari bu tepada karnizlari, ularning endi metrajini hisoblang. Metrajini hisoblang. Bu akamga hozir tepada o'sha zina varianti yoqdi. Bundan tashqari hali arka fasonlarda ham chiqarsa bo'ladi. Endi hammani o'sha o'zini didiga qarab, tanlab, xohishiga qarab qilib beringlar. Bizda muammo yo'q bundan. Muammo yo'q. Zakazda beringlar, xohlagan fasoningizda chiqarib beramiz. Shunaqa. Yana bitga bular qachon zakaz berdi? Zakazimiz necha kunda chiqdi? Ustalar necha kunda qo'yib berdi? Hop, bizga zakaz berishdi. Biz 4 kunda chiqarib berdik. Akamlar shu Ramazonda boshlashgan edi. Masalan bir 22 kunda mana shu tunuka fonlari bilan bitta xudo xolasa. Gap yo'q. 22 kunda akalar zakaz qilinglar, soqqasini bersaling, 22 kunda olib kelib ta'sirlatib qo'yib beramiz. Bugun mana bitishligiga kelib syomka qilyapmiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa akalar, tunukasini deysizmi, o'zini olaman deysizmi, qildiraman deysizmi, hamma xizmati bizga, podключ xizmati bizda bor. Mana shu yerga raqamlarni qoldirib qo'yaman. To'lqinjon aka bilan gaplashinglar. O'zimiz boramiz, bepulga o'lchab beramiz, bepulga dizayn beramiz. Qolgani kelishamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kattakon rahmat.